E'lon berishga Primoy egadan Spark kelgan, yili 2018-yil, avtomat korobka. Mashinamizga mobil diska, yumshoq yangi balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Salonlarni ham bir ko'rib chiqamiz. Mana salon qismlari 143 ming probeg, Mercedes deflektor, yaxshi chexol, mejigar pultlari ham bor ekan. Olib minishga, haydashga tayyor mashina. Mana shu probegida faqat benzinga bosib o'tganman, umuman gaz qo'ymaganman dedilar. Orqalarida pisochniy stoplari bor. Faqat mana shu ikkita eshigiga kraskasi bor ekan, uni ham chizilgani sepganmiz deyishopti. Yana ham o'zingiz uchun bir tekshirtirib olsangiz. Narxi 85 millionga gaplashib qo'ydik. Eng oxirgi narxi ekan bu. Avtokreditga 45 millionlarni chiqarsak bo'ladi. Oyligi 1 million 900 mingdan 3 yilga chiqadi. Kerakli hujjat, pasport, mashina to'liq nomingizda bo'ladi. Murojaat uchun nomer qoldiramiz. Telefon qilib yana ham batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.